Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa bizda mana dekabr oyini oxirgi mana 10 kunligi, 15 kunligiga qabullarimiz boshlandi. Xudo xolasa inshaalloh mana bugun 11-dekabr sanasi bo'lsa, 11-dekabrgacha bo'lgan, ya'ni 14-dekabr sanasigacha bo'lgan barcha reyslarimiz sotilib tugadi. Eng avvalo bir narsani aytib o'tib ketay, Econom Plus paketimiz yopildi. Endi uni yopilishligiga sabab Econom Plus paketiga avvalo ozgina talab kuchayib ketdi. Talab kuchaygandan keyin endi aytadi-ku, son ko'paysa sifat yo'qoladi. Odamlar ozgina qiynalishdi. Mehmonxona masofalari biz aytgan joydan sal uzoqroqda bo'lib qoldi. Misol uchun biz ekonom paketda 300 metrdan 900 metrgacha degan bo'lsa, odamlar 1 kilometr 500 metr, 2 kilometr atrofida Madinani o'zida mehmonxonalarga tushib qolganligi uchun bizning firma bu Econom Plus paketini to'xtatdi. Endi Xudo xolasa faqat standart paket qoldi. Standart paketni o'zlaring bilasizlar, 14 kunlik paket bo'ladi. Mehmonxonalari har doim aytamiz, Madina Munavvarada 300-500 metr atrofida, Makka Mukarramada Xudo xolasa 800 metrdan 1 kilometr 800 metrgacha bo'lgan masofalarda joylashgan. Endi Xudo xolasa 15-sanadan u yog'iga narxlarda ozgina ko'tarilish bo'ladi. Toshkentdan ham va Vodiydan ham Xudo xolasa. Endi kunlari bilan tanishtirib o'taman. Toshkent shahridan faqat hozircha 15, 17, 19 dekabr sanalariga Toshkent Jidda Toshkent, Toshkent Madina Toshkent yo'nalishlarimiz bor Xudo xolasa. 20-ga ham bor. Toshkent Madina bo'ladi u reysimiz Xudo xolasa. Uni narxlari $985 dan qilib belgilangan Toshkent 14 kunlik standart paket. Endi Farg'ona shahridan 15, 16, 17, 18 va 19 dekabr sanalariga Farg'ona, Madina, Farg'ona yo'nalishimiz bor. Bu ham 14 kunlik paket, standart paket, 3 kun Madinada va 11 kun Makkada bo'ladi. Hamma narsasi bor. Xudo xolasa hech narsadan muammosi yo'q paketlarimiz bular. Mehmonxonadan ham, oziq-ovqatdan ham, 50 bosh xizmatidan ham, ziyorat sayohatlaridan ham hamma narsasi Xudo xolasa aytib o'tganimizdek joy-joyida bo'ladi. Ravzalari Xudo xolasa xalqqa beriladi inshaalloh. Endi buni narxi $945 dan qilib belgilaganmiz. 15, 16, 17, 18 va 19 dekabr sanalariga. Endi Andijon shahridan faqat 17 dekabrga bor. Andijon Jidda yo'nalishi 14 kunlik paketi ham standart $945 va Namangan shahridan 17, 18 va 19-ga u ham standart paket. Bularning hammasi bir xilda standart paket, 14 kunlik. Xudo xolasa narxlari $945 dan qilib belgilab qo'yganmiz. Inshaalloh murojaat qilaverasizlar. Endi bundan men o'zlaring ko'rasizlar, mana narxlar ko'tarilib boryapti. Skidkali paketimiz rosa sotdik, borganlar maza qildi, boshida ketganlar, yayrashdi, zo'r sharoitlarga borishdi, lekin talab ortib ketganligi uchun hatta mehmonxonalarga joylashtirishlar muammolashib, qanaqa markaziyadan tashqariga chiqib ketdi. Biz o'ylagandan ham tashqariga chiqib ketdi, sabab odam ko'payib ketdi. Endi u odamlarga oziq-ovqat yetkazib berish bor, ularni ziyorat sayohatga olib chiqish bor. Endi aytayapman-ku, son ko'paysa albatta sifat pasayadi. O'sha sifat tushib ketmasin degan maqsadda biz bu narsalarni bekitdik. Endi faqat standart paket bo'yicha ishlaymiz. Xudo xolasa, inshaalloh ekranda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bizga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Xudo xolasa, barcha ziyorat sayohatlari bu ichiga kiritilgan Xudo xolasa paketlarimiz inshaalloh standart paket. Xotirjam paket bu Xudo xolasa, xotirjamchilik bo'ladi. Inshaalloh Xudo xolasa WhatsApp, Telegramlarimiz ishlab turibdi. Ko'pchilik bo'lsalar har doim aytib o'tamiz, ozgina albatta skidga qilib beramiz. Musofirda ishlayotgan aka-ukalarimiz bor, opa-singillarimiz bor, yaxshi niyat qilib yurgan, chetda o'zida O'zbekistonda odamlar bor. Xudo xolasa barchalarning yaxshi niyatlariga albatta yetkazsin. Kim jo'nataman deyotgan bo'lsa, Xudo xolasa inshaalloh firmamiz albatta ishonchli, sharoitlari yaxshi. Xudo xolasa hamma narsasi joyida. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Albatta firma litsenziyalangan, litsenziya asosida faoliyat ko'rsatamiz. Xudo xolasa qo'ng'iroqlaringni kutib qolamiz. Xudo xolasa telefon qilsalaring chiroyli va albatta yaxshi sharoitlarni Xudo xolasa sizlarga ilinamiz. Ekranda telefon raqamlarimizni qoldiryapmiz. Ayollar uchun ham telefon raqamlarimiz bor. Bemalol murojaat qilib, qanaqa savollaring bo'lsa bemalol berishlaring mumkin. Xudo xolasa albatta inshaalloh Xudo xolasa telefon qilsalaring ko'ngillaringni olamiz Xudo xolasa sizlarni. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin, hammamizdan rozi bo'lsin. Hammalaring sog' va salomat bo'linglar. Yaxshilik kunlarda ko'rishaylik. Hammalaringga kattakon rahmat.
ujunimiz Sanoat Misk mehmonxonasida. Hamma narsa chiroyli. Mevalar, salatlar, laymlar, hamma yoq chiroyli. Sanoat Misk oshxonasida, mehmonxonasida. Qancha shafqatli. Bugungi sana 11 dekabr, 11 dekabr.